Nima uchun DTM markazi C-Bar multi-level imtihonining writing qismiga katta o'zgartirish kiritdi? 3 ta asosiy sababi. Reason number 1. Memorized answers. Juda ko'plab kandidatlar tomonidan task 2, ya'ni essay yozish qismida shunchaki yodlab olingan essaylarni qaysi topik bo'lishidan qat'iy nazar yozib chiqish yoki bo'lmasam berilgan topik qismigagina mavzuni yozib, qolgan qismiga shablon bilan to'ldirib chiqish ekzaminerlar tomonidan baholash bosqichida birmuncha qiyinchiliklarni tug'dirdi. Ya'ni testning reliability qismiga putur yetkaza boshladi. Reason number 2. Eski formatdagi writingning task 1 qismida bizga yoki faqatgina informal yoki formal letter, bittagina letter yozish topshirilgan. Bunda kandidat agar informal letter yozishni biladigan bo'lsa, unga qanaqa letter tushishidan qat'iy nazar o'zini informal speech'idan foydalangan holda letterni tamomlagan. Formal bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozgan. Hozirgi shaklimizda esa har bir kandidatdan task 1 qismida ikkitadan letter yozishi kutilyapti. Bu degani, agar kandidat formalni bilsa ham, informalni bilsa ham, u ikkala shaklini bilishi kerak, ikkala ko'nikmasini ham test jarayonida ko'rsatib berishi kerak degani. Reason number 3. Ko'plab kandidatlarning asosiy maqsadi ingliz tilida qandaydir academic research qilish emas, shunchaki bu tilni day-to-day life'ga, ya'ni hayotlariga olib kirish. Kelajakda esa ular formal yoki informal letter yozishlariga yoki Instagram, Facebook tarmoqlarida o'zlarini postlarini, fikrlarini qoldirishlariga to'g'ri kelishi mumkin albatta. Bu degani multi-level imtihonlarining testlari haqiqatan ham valid, ya'ni kandidatlar kelajakda haqiqatan ham bu ko'nikmalarni ishlatishlariga to'g'ri keladi. Ana endi surpriz vaqti keldi. Men task 1 letter qismi uchun 10 ta topik uchun 10 ta javoblar bilan darslik ko'rinishida tayyorlab qo'yganman. Bu darslikni qo'lga kiritish uchun shunchaki kommentariyaga writing so'zini yozib qoldiring.